assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Bugungi tug'ilgan kun egasi Toyiba opamiz bilan bog'landikmi? Ha? Opajonim, yaxshimisiz? Sog'u salomatmisiz? Xudoga shukur, rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sizni bemavrid bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, rahmat. Xudoga Salomat bo'ling. Sizni ayni damda tug'ilgan kun tabriklari loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. shukur. Rahmat. Avvalambor bugungi ajoyib kun Rasulimizga chin umid bo'lgan shukronalik, shodiyonalik kuningiz qarshi olgan yana bir bahoringiz bilan samimiy muborakbod etamiz opajonim. Rahmat. Salomat bo'ling. Qarshi olgan yoshingizga ko'p bora yoshlar qo'shilsin deb qolamiz. Unutilmas go'zal ayyomingiz munosabatiyle bizning qo'ng'iroq loyihamizga yaqinlaringiz ishtirok etib, o'zlarining judayam chiroyli va samimiy bo'lgan tabriknomalarini yo'llab qolishgan. Taxmin qilib ko'rasizmi, ushbu samimiy insonlar sizni juda ham yaxshi ko'rib, boringizga shukurlar deya ta'rif bergan mehribonlaringiz orasidan, jiyanlaringiz orasidan aynan qay birlari bo'lishlari mumkin? Jiyanlarim orasidanmi? Albatta. Hammasini yaxshi ko'raman. Ular ham meni yaxshi ko'rishadi. Qaysi birini aytay? Hammasi yaxshi ko'rishadi meni. Bir taxmin qilib ko'ring. Sizni xursand qilish maqsadida bizning loyihamizga murojaat qilgan ekanlar. Bir mehribon jiyaningiz kim bo'lishlari mumkin? Zebuxon emasmikan? Yana kimlardan kutasiz? Shohida bo'lishi mumkin yoki Sayramxon bor. Jiyanlarim ko'p, hammasini yaxshi ko'raman. Opajonim, taxminlarda biroz adashyapsiz. Yana taxminingiz bormi? Shoda bor. Yana o'g'il bolami, qiz bolamikan? Qiz bola jiyanlaringiz orasidan. Jiyanlarim orasidan Donoxon bor. Sizga xolajonim deya murojaat qilar ekanlar. Kim bo'lishlari mumkin? Xolajonim Zebuxon bo'lishi mumkin. Zebuxon, Shohida yoki kim? Yana bir o'ylab ko'ring. Yana bir mehribon jiyanlaringiz bor. Sayramxon bor, Gulshoda bor, Donoxon bor, Nilufar bor. Albatta. Taxminlarda aslo adashmadingiz. Bizning tug'ilgan kun tabriklari loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'rishlarini va hurmat qilishlarini takror aytib o'tgan mehribon katta jiyaningiz Nilufar va Bonular tomonidan yetib kelgan ekan. Rahmat. Xursand bo'ldim. Minnatdormiz. Endi ijozat bersangiz, ular tomonidan yetib kelgan samimiy dilnomalarni siz tomon o'qib eshitirsam maylimi? Mayli, o'qib bering. Rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Men uchun aziz va qadrli, Alloh uchun suyukli, oilasi uchun mehribon, yaqinlarga kerak bo'lgan qadrdonim xolajonim. Bugungi Allohimga banda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga chin umid bo'lgan shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim, bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Shirin joningiz hech qachon og'rimasin. Allohim yomon ko'zlardan asrasin. Dunyo turguncha turing. Sizni juda yaxshi ko'ramiz. Hamisha siz uchun duodamiz. Allohim qalbingizga xursandchilik kirgizsin. Mushkullaringizni oson, hojatlaringizni ravon qilib, o'ylagan, so'ragan niyatlaringizni xayrlisiga Allohim bemashaqqat qilib yetkazsin. Rahmat. O'ylaganingizdan, so'raganingizdan ziyoda qilib bersin ilohim. Alloh o'zi rozi bo'ladigan amallar bilan mashg'ul qilib qo'ysin. Hamisha aziz boshingiz omon bo'lsin. Qalbingizga yashirib qo'ygan shirin orzu maqsadlaringiz sari Allohim bekamukost erishtirsin. O'zi suygan bandalari qatorida baxti butun insonlar safida qilsin.
Allohimdan siz va barcha oila a'zolaringiz uchun ijobat bo'ladigan duo, hisob-kitob qilinmaydigan rizq, yopib qo'yilmaydigan jannat eshiklarini so'rab qolaman. Hamisha baxtimizga sog'u salomat bo'ling. Sizday xolajonim borligidan faxrlanaman. Qalbingiz Rahmat. hayotbaxsh nurlarga to'lsin, umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin, mudom baxt, omad, tavallud kuningiz muborak bo'lsin, xolajonim deya, mana shunday chiroyli va samimiy bo'lgan tabriknomalarga jiyanlaringiz Nilufarxon va Bonuxonlar yakun yasashgan ekan, opajonim. Rahmat. Iloyim umrlar uzoq bo'lsin ularga. Necha esimga keladi, uni eng yaxshi ko'rgan, bizni eng katta jiyanimiz bo'ladi. Birdan okamdan qolgan bir donagina bizni eng yaxshi ko'rgan jiyanimiz bo'ladi. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Yaqinda gaplashgan, kelayotgan kutmagandim Niludan. Rahmat Nilujon. Iloyim umring uzoq bo'lsin. Bolalaringni rohatda ko'rgin, nevaralarni baxt saodatini ko'rgin, Azamatjon bilan qo'sha qarigin. Ilohim. Rahmat. Ilohim aytganingiz kelsin, opajonim, salomat bo'ling. Hamisha mana shunday mehr oqibatlaringizga aslo ko'zu nazarlar tegmasin. Shirin tashvishlaru baxtli lahzalar hech qachon tark etmasin. Yaqinlar, oila a'zolar uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizni tinglab turganingiz uchun tashakkur. Xayr, sog' va salomat bo'ling. Tug'ilgan kunlarni yaxshi kayfiyatlarda davom ettiring, opajonim. Rahmat sizlarga. Shunday yaxshi kunlarda yaxshiliklar qilib, odamlarni ko'nglini olayotganinglar uchun sizlarga Minnatdormiz. minnatdorchiligimni bildiraman. Niloyam, Bonuxon ham baxtli bo'lishsin. Ilohim shunday bo'lsin. Omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.